Tunda telefon ko'radigan insonlar. Bu video aynan siz uchun. Tunda telefon ko'rishning qanchalik zararli tomonlari bor. Bu haqida sizga ma'lumot beramiz. Birinchi zarari: tuni bilan telefon ko'rgan odamda bosh miyadan ajraluvchi melatonin gormoni bloklanadi va uyqusizlik, ya'ni insomniya holati kuzatiladi. Ikkinchisi, uyqu kechikishi, ya'ni hozir to'xtataman degan fikr bilan vaqt o'tganligini sezmaysiz. Uchinchisi, kunning ertasi kunida tunda uxlaysiz, kech uxlaysiz va kam uyqu bo'lganligi sababli ertasida charchoq, diqqat tarqoqligi, xotira pasayishi, ish unumdorligi pastligi kuzatiladi va asabiylik kuzatiladi. Tunda telefon ko'radigan insonlarda bundan tashqari telefondan ajraladigan ko'k nur melatoninni bloklash bilan birga ko'zdagi ko'rish qobiliyatini ham pasaytiradi va salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday insonlarga tavsiyamiz: kechki uyquga yotishdan 2 soat oldin telefon va boshqa nur tarqatuvchi texnikalardan uzoqlashing va qorong'i xonada tinch holatda uxlashga yoting va dam oling. Shunda kunning ertasi kuni mehnat unumdorligi yuqori bo'ladi, xotirangiz va diqqatingiz jamlash oson bo'ladi va charchoq sizda kuzatilmaydi.